uydagilarga bu taomni tayyorlab berganida qayta yana shu taomni tayyorlab berishimni so'rashyapti. Aytgancha tayyorlanishi juda ham oson. Buning uchun bizga tovuqimizni shunaqa eng shirin joyi kerak bo'ladi. Ularni chiroyli qilib marinovka qilib olamiz. Bitta laykchani bostiring, ungacha retseptini yozib qoldiraman. Tovuqimizni taxminan 1 soatcha marinovka qilishga qoldiramiz. Bu orada tovuqimizni yolg'iz qoldirmasdan yoniga kartoshkalarni ham pishirib olamiz. Men bu yerda juda mazali derevenskiy kartoshka tayyorlayapman. Suvda kartoshkamizni taxminan 4-5 minutcha qaynatib olamiz. So'ng bunga tabga ko'ra tuz, rozmarin, achchiq paprika va ozroq yog'imizni solib olib, yaxshilab aralashtirib olamiz. So'ng listimizga chiroyli qilib joylashtirib olib, qizigan duxovkaga 200 gradusga jo'natamiz. Ketidan tezlikda tovuqimizni ham listimizga joylashtirib olamiz. Tovuqni mana shu usulda qo'yib terib olsangiz, haqiqiy jonon tovuqlar bo'lib pishar ekan. Tovuqlarimizni terib bo'lgach, ustidagi soklarni ham ustiga qo'yib olamiz. Yanada mazali bo'lib chiqar ekan. Tovuqlarimizni ham kartoshkani ketidan duxovkaga joylashtirib, qizigan duxovkada ikkalasini baravar qilib qizartirib pishirib olamiz. Pay, buni hidlarini qizlarjonlar, sizlar tarafga ham hidlari keldimi? Tayyor bo'lgan taomimizni issiqligida chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Shunaqangi tovuqimiz sochishni bo'lib chiqadi. Xohishga ko'ra yoniga salatcha yoki guruchchalarni tortsangiz ham bo'ladi. Ya'ni qanday qilib dasturxonga tortish o'zingizning xohishingizga bog'liq. Aytgancha yaqinlarga ham jo'natib qo'yishni unutmang. Barchangizga yoqimli ishtaha.